Sizda varikotseli kasalligi aniqlandi. Uni doim operatsiya qilish kerak deb o'ylaysizmi? Ammo ayrim holatlarda unaqa bo'lmasligi mumkin. Varikotseli operatsiyasini qachon amalga oshirish kerak? Agarda varikotseli kasalligi sizda 2 yoki 3 darajada bo'lsa, varikotseli kasalligi hisobida tuxumlarda og'riq mavjud bo'lsa, urug' foizlarining pasayishi va buning hisobidan farzandsizlik holati mavjud bo'lsa, bundan tashqari agarda varikotseli tuxumlarni o'lchamiga ta'sir qilib uni kichraytirishiga olib kelgan bo'lsa ham, bu operativ davoga ko'rsatma hisoblanadi. Demak, har doim ham 3 darajadagi varikotseli operatsiya qilinmas ekan. 1-darajadagi varikotseli ko'pincha holatda operatsiya qilinmaydi, 2 va 3-darajadagi varikotseli esa yuqorida aytib o'tganimizdek muammolar mavjud bo'lsa, operatsiya qilishga ko'rsatma bo'ladi. Agarda sizda yuqoridagi muammolar mavjud bo'lsa, ushbu raqamlarga aloqaga chiqing, biz sizga albatta yordam beramiz.